Pechkalarni bog'laganmiz. Ot olsa ham, ursa ham, so'ysa ham qishlasa bo'lmaydi. Chunki bu oddiy svorkadan emas, kempin svorkasini ishlatiladi. Do'stlar, qishda oddiy pechka ishlatyapsiz. Uyingiz zaharlanyapti. Bundan tashqari uyingiz ichi tutunga to'lyapti. Yosh bolalar bo'lsa zaharlanyapti, yosh kattalar ko'p bemor bo'lyaptimi? Mana bunday pechkalarimiz sizlarga taklif qilamiz. Aqlli pechkalar, ya'ni eko pechka ham deyshadi va ekonom pechka ham deyshadi. Buni 7 kilo ko'mirni 12 soatga yetkazadi. Do'stlar, kechki payt bitta zagotovka qilib qo'yasiz, ertalab turishingizga uyingiz o'ta issiq darajada bo'ladi. Umuman tutilmaydigandan bo'ladi. Agar uyda issiqlik kamayib ketsa, mana zaxsinovkasi bor, ozgina ochib qo'yasiz, havo haydab uyingizni tezda isitib beradi. Agar isib ketadigan bo'lsa, zaxsinovkasini yopib qo'ysangiz, uyingiz sekinroq isidi. Listlarning qaliligiga keladigan bo'lsak, tepa qismi 2 listdan va yon qismlari 208 listdan tayyorlangan. Hozirgi kundagi narx-navosi qancha degan akalarimiz uchun kraskalanmagan variantlari bor. Mana bu yerda bular 850 ming so'm. Agar mana bunday kraskalangan variantlari bo'ladigan bo'lsa, 900 ming so'm bo'ladi. Baraka topib bu kraska o'chib ketadi, ko'chib ketadi yoki yonib ketadi degan akalarimiz uchun kraskani kafolati bor. 1200 gradus issiq darajada ham o'chmaydigan, ko'chmaydigandan bo'ladi. Bundan tashqari pechkani ozgina kichkinalari bor. Mana bunday narxiga keladigan bo'lsa 750 ming so'm, agar kraskalangan variant bo'lsa 800 ming so'm bo'ladi. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bormi yoki vohaga dastlabkasi bormi degan akalarimiz uchun albatta dastlabkasi bor, kelishtirgan narxlarda. Bizning kanalimizni ko'rgan akalarimiz, ustalar o'z kanalidan ko'rib chiqyapmansa, sizlarga beroq keling 50 ming so'mdan skidga bonuslar qilib qo'ygan, hech kimga aytmaydi faqat. Do'stlar, qadrli videolarimiz yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib 2025-yilda qishda issiq o'tiraman degan akalarga tashlab qo'yinglar. Salomat bo'linglar.